Assalomu alaykum, aziz tinglovchim. Yana siz bilan Qalb sahifasi. Omina Shenlik o'g'li, imomning manikan qizi. 3-qism. Yoqub imomning xayolida islomiy qonunlarga asoslangan oila qurishdan boshqa narsa yo'q edi. Bu niyatiga yetish uchun u ko'p harakat qildi. Bolalariga sevimli ota bo'lishni xohlagan edi, biroq nega natija bunday bo'ldi-yu, qayerda xato qildi? Bugun qizi bilan yaxshilab gaplashib oladigan bo'ldi, balki uni tushuna olardi. Masjid eshigidan uyga chiqadigan zinadan osilib chiqar edi. Shuncha yillardan beri uni ko'tarib yurgan oyoqlari go'yoki undan to'yib ketgandek edi. Demak, dedi u, oyoqlarning jonli qadam tashlashi ham insonning miyasiga bog'liq ekan. Mening xomushligimni bilib, ular ham o'z xomushliklarini bildirmoqdalar. Cho'ntagidagi kaliti bo'lsa ham eshik qo'ng'irog'ini chaldi. Balki uyda ayol mehmon bordir deb doim shunday qilar edi. Stolga o'tirgancha yana boshini changallab oldi. Bu o'y xayollardan qutula olmayotgan edi. Qiziga qanday usul qo'llasa ekan? Kela qol qizim, gaplashib olamiz desa, qizini yaxshi biladi. Fotima hech narsa demay otasini tinglardi. Yoki gaplashadigan gaplar qolmadi-ku, necha yildan beri gapirasiz deydi. Mayli nima bo'lsa ham bugun yana bir bor urinib ko'radi. Fotima uyga yana kechikib keladi. Yoqub imom qizining xonasiga chaqirganida yana qalbi to'la mehr bilan so'zlar edi. Fotima qizim, kel sen bilan bir dardlashaylik. Fotimaning esa ovozi chiqmas edi. Bu safar sal balandroq tovushda dedi. Fotima, meni eshityapsanmi? Ha, mana keldim. Xush kelibsan qizim. Kel mana bu yerga o'tir. Bir gaplashaylik. Fotima xavotirli ko'rinar. Dadasining muomalasini yoqtirmadi. Tinchlikmikan yoki otasi biror narsani sezib qoldimikan deb xayoldan o'tkazdi. Sekin ko'rsatilgan joyga o'tirdi. Shaddodligi yo'qolib, aybdor odamdek dadasi nima deyishini kuta boshladi. Yoqub imom qiziga bir razm solgach, "Qandaysan qizim? Ish joying yoqyaptimi?" deb so'radi. Albatta, yoqyapti. Bilasanki, qizim, odam yashagan joyida qo'shnisi muhim bo'lsa, ish joyida hamkasblari muhim hisoblanadi. U yerdagi o'rtoqlaring qanaqa qizlar ekan? Senga foydalari tegyaptimi yoki zararlarimi? Ularning menga qanday zararlari tegishi mumkin? Yomon bo'lsa, zararlari juda katta bo'ladi, yaxshi bo'lsa foydalari. Fotima o'ylab ham o'tirmay javob berdi. Hammalar juda ham yaxshi odamlar. Undan keyin menga kim ham ta'sir eta olardi? Mening o'zimga yarasha fikrim bor. Unday dema qizim. Insonning do'sti qaysi tomonga yursa, sherigini ham o'sha yo'lga da'vat qiladi. Sigaret cheksa, senga ham chektiradi. Narkotik moddalar qabul qilsa, seni ham shu yo'lga boshlaydi. Shuning uchun sen bilan gaplashishni xohlagandim. Ular senga to'g'ri yo'lni ko'rsatishmasa, sen ularga to'g'ri yo'lni ko'rsatishing kerak. Qizi bilan nari-beri bo'lib qolmaslik uchun u shu usulni qo'llayotgan edi. Keyin yana gapida davom etdi. Ko'rib turibsan, hozir hamma narsa yoshlarni izdan chiqarish uchun rejalashtirilyapti. Sen o'rtoqlaringga namuna bo'lishing kerak. Sen imomning qizi ekanligingni unutma deyman. Allohning quli ekanligini unutma deyman. Shuni yodda saqlaginki, sen Allohni unutsang, majozan aytyapman, u ham seni unutadi. Yoqub imom gapida davom etar, qizi esa jimgina tinglar edi-ku, hech qanday ta'sir sezilmayotgan edi. Yoqub imom buni ko'rib turgani uchun so'zini tugatib, qiziga javob berdi. Bir necha kun o'tgach Yoqub imom aravacha sotib olgan edi. U qarz olib ishini hal qilgan edi. Bir kuni Fotima uydan chiqib ishi tomon yo'l olar ekan, dadasining aravacha tepasida baqirganicha odamlarni chorlayotganini ko'rib qoldi. Kelib qoling, yap-yangi uzilgan pomidorlardan oling. Fotima muzday bo'lib ketdi. Dadasini bu ahvolda ko'rishni istamas edi. Unga yaqinlashib jahl bilan so'radi. Bu nima qilganingiz, dada? Savdo qilyapman qizim, pul topishim kerak, seni baxtli ko'rishni istayman. Oyinga aytganingdan eshitib qoldim. Eski kreslolarimizda uyalar ekansan. Birinchi qiladigan ishim seni magazinga olib borish bo'ladi. O'zing bizga yangi kreslo tanlaysan. Seni ish joyingdan bo'shatib olaman qizim. Uyda o'tir. Sirtqi o'qishga kir. Kitoblar o'qi, bilim ol. Lekin tanimagan insonlarning orasida bo'lma, bolam. Shuning uchun mana bu ishlarni qilyapman, bolam. Yoqub imom qizining juda ham xursand bo'lib ketishini kutgani uchun uning ko'zlariga tikilib qarab turar edi. Otasining bu fidokorligini angladimi u? Fotima hayron va xavotirli tarzda otasiga qaradi. Ko'p o'tmay darrov uyga qaytdi. Onasi dasturxonni yig'ishtirayotgan edi. Uyga g'azab bilan kirib, o'kirib yig'lay boshladi. To'yib ketdim dadamdan. Menga qarang, oyi, eringizga ayting, meni o'z holimga qo'ysin. Menga saroy olib bersa ham ishimni tashlamayman. Men ishimni yaxshi ko'raman. Unga hech narsa deya olmaganim uchun o'zidan ketmasin. Aytib qo'ying, meni ishdan bo'shatib olishni xayoliga ham keltirmasin.
Bu safar u baqirib yig'lar va qo'liga tushgani devorga otar edi. Ko'zlari katta bo'lib joyidan chiqib ketay derdi. Ba'zan sal tinchlanar, ba'zan yana o'zini tuta olmay og'zidan ko'pik sachrab baqirar edi. Inson isyon qilayotganida juda xunuk ko'rinib ketar ekan. Bu qanday azoblar bo'ldi? Nima men sizlarni deb boshqa yoshlar kabi yashay olmaymanmi? Bolaligimdan boshlandi o'zi. Arqon o'ynasam imomning qizi arqonga sakrar ekanmi? To'p o'ynasam hojining qizi to'p o'ynar ekanmi? Dadam imom bo'lganiga mening ham imom bo'lishimni xohlashadi. Otasi imom bo'lsa nima qilibdi? Mayli, baribir bola-bola-da, deyishmadi. Nuqul mening qilgan ishlarim, xatti-harakatlarimni hisob-kitob qilishardi. Yana o'sha gap so'zlar bilan yoshligimni o'tkazmoqchimisizlar? Gulxonim xotirjam ohangda qizidan so'radi. Qizim, islomga bo'ysunib yoshlikni yashab bo'lmaydimi? Sen yoshlik deganingda o'sha ko'cha sang'i, ochiq-sochiq kezadiganlarning hayotini aytyapsanmi? Gunoh ichida erkinlik bo'lganda yashaladimi yoshlik? Islomiy chegaradagi erkinlik yetmaydimi senga? Imomning qizi bo'lishga kelsak, u azoblarni men ham tortganman. Mening ham har bir harakatimni kuzatib yuradiganlar bor edi. Bu millat agar imomni, bolasini yu ayolini kuzatib yurganchalik o'z oilasini tartibga solib olsa edi, hayotimiz ancha izga tushgan bo'lar edi. Bularning hammasini bilaman, lekin nima qilay? Senga yana bir marta aytaman, islomiy erkinlik bilan yasha. Fotimaning ko'z yoshlari tinmay oqar edi. U ham ko'z yoshlarini artar, hamda ovozini boricha qichqirar edi. Qayoqda? Islomiy erkinlikni yashashga ham imkon berishmadi-ku. Qo'g'irchoq o'ynash gunohmidi? Arqonda sakrashim, to'p o'ynashim gunohmidi? Menga erkinlik berildimi? Aytingchi, berildimi? Nima qilsam, bolam, sen imomning qizisan demasmidingiz? Imom qizining Allohi boshqa-yu, boshqa bolalarning Allohi boshqami? Nega mendan o'zgacha bola bo'lishimni xohlashdi? Zaldagi yig'ma kravatda bag'rini yerga berib yig'lashda davom etdi. Keyin birdan o'rnidan sakrab turib onasiga dedi. Eringizga ayting, ishlarimga aralashmasin, bo'lmasa uydan ketaman. Uy ichida birdan jimjitlik hukm sura boshladi. Go'yo motam havosi hukm surar edi. Bu gaplar dushmanlar uchun g'alaba edi. Ilgari qaysi farzand uydan qochib ketaman deya olar edi. Fotima yuz qo'lini yuvib yana uydan chiqdi. Dadasining yuziga ham qaramay o'tib ketdi. Yoqub imom qizining yig'lab, ko'zlari shishib ketganini sezdi. Tushunarli. Demak, qizi borib onasiga xarxasha qilibdi. Nima dedi ekan? Savdosini tashlab darrov ayolining oldiga keldi. Zinalardan hayajon bilan ko'tarildi. Ichkariga kirganda ayolning yig'lab idish yuvayotganini ko'rdi-yu vaziyatni yana ham aniqroq tushunganday bo'ldi. Qo'lini oshxona eshikka tiragancha so'radi. Nima dedi? Gulxonim ko'zlarini eridan berkitganday boshini ko'tarmay, hech nima demadi deb javob berdi. Mendan berkitishga urinma, chunki foydasi yo'q. Baribir qizimiz boshdan oyog'igacha isyonga to'la. Gapirmagan gapi qolmadi. Dadam ishlarimga aralashmasin deyapti. To kichkinaligimda imomning qizi deb to'p o'ynaganimdan tortib bugungacha bo'lgan hamma narsani sanab rosa yig'ladi. Imom qizining Allohi boshqa bo'ladimi dedi. Bolaligini ham miriqib yashay olmabdi. Biroz vaqt xotiniga qarab qolgach, sekin yerga cho'kkaladi. Qizimning gaplari to'g'ri ko'ya, lekin isyon qilishga haqqi yo'q. Isyon etishning hech qanday uzrli bir ish emasligini unga tushuntirishim kerak. Xalqimiz juda tushunchasiz. Imom qizining boshqacha bo'lishi kerak deb o'ylashadi. Ha, mening ham imom bo'lishimni xohlashdi deb aytdi o'zi. Shunaqangi gaplarni gapirdiki, odam nima deyishni bilmay qoladi. Bilaman azizam, qizimiz ancha aqlli. Shaytonni ham orqada qoldiradi. Gulxonim erining so'zini bo'lib, ichidagilarni to'kib sochmoqchi bo'ldi. Sizga bir narsa aytay. Biz qizimizni yo'qotyapmiz. Nima qilsak ham uni to'g'rilaylik. Uning butun fikri xayoli boshqa yoqlarda. To'g'ri, lekin qayoqda? Nima istaydi? Bilmayman, lekin menimcha ochilib sochilmoqchi shekilli. Balki u birortasini sevib qolgandir. Agar shunday bo'lsa, sen bir aniqlaguncha kim ekan? Kerak bo'lsa o'zim borib taklif qilaman. Unga aslo bunday deya ko'rmang. Biror bezorini sevib qolib kuydirmasin. Nima bo'lsa ham mayli, musulmon yigit bo'lsa bas, yaxshi musulmon bo'lsa bo'ldi. Bu gaplardan so'ng yelkasidagi yuk yana ham og'irlashayotganday bo'ldi. Bu yuk uning butun jismini egib qo'ydi. Ko'zlarida yosh bilan rastasini boshiga borib o'tirdi. U odatda peshingacha savdo qilib namoz vaqti bo'lganda aravachasini masjid hovlisiga olib kirib qo'yardi. Yoqub imomning ruhi yig'lardi. Qizini qanday yo'l bilan to'g'ri yo'lga solishni haqida o'ylayverganidan o'g'lini unutib qo'yibdi. Qiziq, o'g'li nimalar qilib yurgan ekan? U qaysi olamda yurgan ekan?
Endi o'g'lining qayg'usiga tushdi. Ertaga birinchi qiladigan ishi o'g'lining maktabiga borib surishtirib kelish bo'ladi. O'sha kuni Fotima uyga yana kech keldi. Ostona xatlar xatlamas dadasiga eshittirib, "Ishda ushlanib qoldim, shunga kech qoldim", deya ovozini balandladi. Keyin xonasiga kirib ketdi. Yoqub imom esa qizining ortidan qarab qoldi. Ertaga qizini kuzatib boradi. Tongda qizidan avval uydan chiqib, taksiga o'tirdi-yu, qizining o'tadigan yo'lida kutib turdi. Nihoyat Fotima qo'lida sumkasidan tashqari bir paket bilan ko'rindi. Taksining yonidan o'tayotganida imom ko'rinmaslik uchun egilib turdi. Qizi avtobus bekatiga borib kuta boshladi. Ko'p o'tmay xususiy taksi kelib bekatga to'xtadi. Imom o'zi o'tirgan taksi haydovchisiga chetroqda to'xtab turishni aytdi-da, qizining nima qilishini kuta boshladi. Fotimaning o'sha xususiy taksiga o'tirganini ko'rgach, o'zini butunlay yo'qotib qo'yayozdi. Haydovchi esa hech narsaga tushuna olmaganligidan so'radi. "Endi nima qilamiz?" Yoqub imom javob bera oladigan holatda emas edi. Savolni yana takrorlagan haydovchi bu safar ham javob olmagach, orqaga o'girilib, Yoqub imom titrab, ammo unsiz yig'lar edi. Biroz muddat o'tgach, zo'rg'a, "Mana shu mashinaning ortidan boraylik", dedi. "Xo'p bo'ladi, nima desangiz shu", javob berdi haydovchi. Yoqub imomning ko'zlari qizida edi. Qizi hech qanday istiholasiz erkin harakatlar bilan boshidagi ro'molini yechib, sumkasiga soldi. Endi esa sochlarini tarab, yonidagi odam bilan kulishib allanimalarni gaplashib ketar edi. Yoqub imom ko'z oldidagi manzarani ko'rar ekan, ich-ichidan yonar edi. Qizi uni eshitmasa ham yig'lab unga gapirib ketardi. "Ketma qizim, bolajonim, ularning tuzog'iga tushma. O'zimning go'zal qizim, ketma bolam, yolvoraman, ketma." Yoqub imom o'kirib yig'lar edi. Shuncha yillardan beri qizining haqiqiy musulmon bo'lishi uchun harakat qilar edi-yu, ammo hozir ko'zlari nimalarni ko'rmayapti-ya. O'sha lahzalarda u Qur'onning yana bir hikmatini tushunib yetayotgan edi. Yoqub alayhissalomning ham islom amriga zid ishlar qilgan o'g'illari ukalarini quduqqa tashlagan edilar. Lekin Yoqub alayhissalom ukalarini o'ldirish uchun rejalar tuzgan o'sha o'g'illardan voz kechmas, hatto ularning hidoyatga erishishlari uchun Allohga tinmay yolvorib duo qilar edi. U juda yaxshi bilar edi. Bular Yusufimga yomonlik qilib, endi menga ham yolg'on gapiryapti der edi. U juda yaxshi bilar edi. Bular Yusufimga yomonlik qilib, endi menga ham yolg'on gapiryapti der edi. Yo'qolgan ham o'z jigarbandi edi. Lekin u tilidan duo tushmas, sabr bilan kutdi. Yoqub imom men unda yaxshiroq vaziyatdaman deb o'yladi. Hech bo'lmaganda qizimni boshqa bolam yo'ldan urgani yo'q. Men azaldan beri dushman bo'lgan tuzum yo'ldan urdi.